Ko'pilchimi? Aslo u bo'lmasin-da. Borchi? Xullas gaplashdim. O'sha ko'pilchiga. Shuni so'radingmi? Jinnamasam, uni kichkina qizaloq bor-ku. Ash ko'pilchini jiyani ekan. Pul so'radingmi? Vaqt bo'lmadi. O'zim so'rayman. Gaplashdim. Nima deydi? Ko'pilchi bor-ku. Aha. Mana qizchani tog'asi ekan. Bir xil narsani so'rab kelmadingmi, mabodo? Ha, pul so'ramaysanmi? Ha, vaqt bo'lmadi. Zo'r ideya bor. Men buni olib pishiraman. Davay. O'zi, o'sha duxini oldim, sindi. Sen bor hal qilib kelsang bo'ldi. Nima qilaman? Qara, papayni ko'rgansan-a, ismaloq yesa kuchayib ketadi. Mana to'la ismaloq mana shu yerda. Ikkita-uchta yevagini kuchayib urib qo'yasan. Jiyaningni ko'rish istasang 100 ming berasan. Ay! Nima qoningni seysan? Hojatxona topaylik. Nega? Ha, o'tin ichimni surib Voy, qayerdan sen yoz topdi? O'sha Nexia orqasiga o'tir endi. Keldingmi? Kelininggacha zo'r reja tuzib qo'ydim. Qara, borasan-da, ortiq gap yo'q. Qoqasan bo'ldi, pulni olishimiz kerak, dema. Bo'ldi. Ishlaydigan reja. Ay! Behruz jiyandan berib yuboraylik. Nimaga 100 ming olaylik, keyin berib yuboramiz? Men beraman shu 100 ming. 100 ming dollar olishimiz kerak. Bo'ldi, men beraman. Rossiyaga ketib ishlab uzaman, berib yuboraylik jiyanini. Bo'lmasam bitta video olaman-da, tilxat yozib berasan. Bang.